Assalomu alaykum azizlar. Demak biz boshladik. Bu yilgi intervyularimizni biz Vodiy vohasidan boshladik azizlar. Vodiydan eng katta polvonlardan biri, ya'ni Qo'qonda Yaypandan Anvar polvon bilan bugun intervyu qilamiz azizlar. Assalomu alaykum polvon aka. Ishlaringiz yaxshimi aka? Rahmat. Polvon aka, avvalo qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni taklifimizga yo'q demasdan rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Sizlarga rahmat aka. Biz endi mana oldin faqat Voha, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand ko'pkarlarini yoritib kelganmiz, polvonlari bilan, otbozlar bilan suhbat qilib kelganmiz. Biz endi bu birinchi suhbatimiz Vodiydan boshladik. Demak, endi bu tomonda ham Vodiy, Toshkent viloyati, Jizzax, Sirdaryo viloyatining polvonlari, otbozlari bilan ham suhbat qilish niyatimiz bor. Xudo xolasa birinchi bo'lib sizdan boshlaymiz intervyumizni. Rahmat aka. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Avvalo polvon aka, muxlislarimiz uchun o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Hurmatli otgashqozlar, Sherali aka muxlislari, kuzatuvchilari. Men O'zbekiston tumani Yaypan shaharchasida tug'ilib o'sganman. Ismim Anvarbek. Uloqqa qiziqqanlar, otgashqozlar anosh deb biladi endi. Uloq sohasida yurganlar uchun anosh deb tanishtiramiz endi aka o'zimizda. Uloq sohasiga mana kirib kelganimizga bir 10 yilcha bo'lib qoldi aka. Shunaqa el oralab uloq chopib yuribmiz aka. Rahmat. Demak, 10 yildan beri katta uloq ko'pkarini chopasiz. Shunday. Birinchi o'zi ko'pkariga qiziqish qanday bo'lgan? Endi avlodlaringizda polvonlar o'tganmi, otbozlar o'tganmi, qanday bo'lgan aka? Ko'pkariga qiziqishimiz endi oilamizda polvonlar bor. Dadamlar polvon uloq chopishgan. Amakilarim otvoz bo'lishgan. Men o'zim otga juda ishqiboz bo'lganman. Aslida endi uzoq davom etmagan meni amakimlarda, dadamlarda surib chopishmagan-u. O'zimda otga ishqibozchilik bo'lib, chetdan o'tib ketdi. Ustozimiz rahmatli Nosir polvon degan inson bo'lgan, sababchi ko'pkariga kirib kelishimga. Shu insonni borib otlarni qarab, minib yurganmiz. Shu insonni gapi bilan uloqqa kirganmizda. Shundan keyin uloqqa qiziqish uyg'onib, uloq chopib ketdik. Birinchi ko'pkariga shu kirganingizda, katta uloqqa kirganingizda birinchi ayirgan zotingizni eslaysizmi? Eslayman ha. Birinchi katta ko'pkarida endi katta ko'pkari bo'lganda endi oradan bir vaqt urganib kelib, endi katta uloqqa chiqqanim bo'lganda Qo'shtoyga solganman. Oxirgi marran solganman. Birinchi marta o'sha katta ko'pkariga chiqib boshlaganimda. Endi ungacha bo'lgan uloqlarda mayda-mayda solimlarni solib yurganmiz. Katta ko'pkariga chiqqanimizdan oxirini solib boshlaganmiz. Shu Qo'shtoy bo'lgan. Qanday bo'lgan o'sha paytdagi? Endi u paytdagi his-hayajonlar qanday bo'lgan? Juda kuchli bo'lgan. Endi birinchi solim toy, endi Qo'shtoylar. Endi shu paytgacha katta solimlar soldik. U paytdagi xursandchilik kayfiyatlar boshqacha bo'lgan. Boshqacha bo'lgan. Ayniqsa birinchi katta ayirgan solim juda katta solim bo'lib. Qaysi otda bo'lgan? Eslay olasizmi? Eslayman ha. Tolibjon rais 07 degan oti bo'lgan. Juda zo'r ot bo'lgan, Jiyron Qashqa. U ot bilan men ko'p chopdim, ko'p oxirlarni solib yurdim ot bilan. Shu ot orqali keyin tanildikda, keyin yaxshi otlar kelib boshladi. Shu ot orqali ko'p joylarga borib marra qildik. O'zi mana biz endi mana o'zim ko'proq Voha ko'pkarlarini, Voha deganda biz Qashqadaryo, Surxondaryoni ko'proq tushunamiz. Endi bu tomonda Vodiy tarafda Voha desa o'zi Toshkentdan nariroq Voha hisoblanadi. Lekin o'sha Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlaridagi ko'pkarlar sal boshqacharoqda, sizlarning ko'pkarlaringga qaraganda. O'zi aslida bir paytlar sizlar tomonda ham bizanikiga o'xshab bir marra chopilgan deydi. O'shalarda haqida qanday ma'lumotlar bor sizda? Men eski tarixda to'g'risida ko'p yaxshi bilmayman. Tarixda endi bizda ham xuddi o'shanaqa bir marra bo'lib chopilgan Vodiyda. Bizda tana chopilgan aka. Bizda ko'proq tana chopilgan. To'g'risi men ko'proq tarixda bilmayman.
Endi biz hozir mana shu bo'layotgan uloqlarni men o'zim ham tana chopib urganman. Bizda ham shu siz aytgandek aniq bitta marra bo'lmagan. Shunaqa qilib chopilgan. Bu birinchi ustozingiz demak otangiz bo'lganmi yo amakilaringiz? Meni birinchi ustozim Nosir polvon bo'lgan. O'tib ketdi, u inson yaxshi inson bo'lgan. Keyin u insonni qo'lida yurganimdan keyin Zominga ketganman aka. Zominda Baxtiyor polvon bor, Zomin Beshbegi. Shu insonni qo'lida yurganman aka. Shu insonni qo'lida tarbiya ko'rib, uloqda nima sir-asrori bo'lsa shu insondan o'rganganman aka. Taqim chopishdi, shu inson taqimlab chopishdi, shu insondan o'rganganman. Bu yerda Nosir polvon rahmatli inson tana chopgan. Tana chopib yurgan, keyin bizda endi uloqlar rivojlanib, sekin takaga o'tib ketdi-da bizda ham. Keyin shaqa bor, shu yoshligimda shu yerda urganib kelib, keyin chopishni boshladim o'zimizda. O'zi bizda ham oldin Qashqadaryoda ham tana tashlardi. Ko'proq yoshligimda ko'pkarlarda demak hozir eslaydigan bo'lsak taxriban bir 20 yilcha oldinlar ham ko'proq tana tashlardi. Qashqadaryo, Surxondaryolarda ham. U paytda izangiga qayish deydi, qayishlab chopishga ruxsat berardi u paytlar. Hozir bizda tomonda ham shu qayishga ham ruxsat bermay qoldi. Bilmayman nimaga. Balkim o'rtada ozgincha tushunmovchiliklar bo'ldimi, qayishga bermaymiz deydi, qayishga ozgina g'urromchiliklar ham bo'ldi. O'zi voha tomonlarni, ko'pkarlarni kuzatib turasizmi? Kuzatib turamiz aka, voha tomon. Bizlarning ko'pkarimizga fikringiz qanday bugungi kunda? Mana ko'pkar mutaxassis sifatida nima deysiz? Endi mutaxassis sifatida gapirmayman aka, endi men ko'proq endi sizlarda nima deydi? Bilak yeb deydimi? Shunaqa chopadi. Endi kimgadir bu fikrim yoqmasligi mumkin aka. Endi misol uchun sizlardagi polvonlarga yoqmasligi mumkin. Meni o'zimda fikrim misol uchun biz unaqa uloq chopmaganmiz. Bizni uloq bilan endi sizlar uloqlaringda katta farq bor. Menimcha u uloq to'g'ri bo'lmasa kerak deb o'ylayman. O'zi ozgina xavfi ham balandroq bilagitda. Chunki qo'l bilan o'rab chopgandan keyin ip qovib qoladi, boylanib qoladi, tugilib qoladi. Yoki takaning oyog'i sinsa, shu poychasi sinsa, singan poychaga o'ralib qoladi-da. Xavfi balandroq. Ot oyog'iga urib chopadi keyin ko'proq sizlarda. Yiqilish xavfi ko'p aka. Ot demayib qo'yib, polvon demayib qilish xavfi ko'p-da. Shunday. Shu taraflari ham juda minusga ketdi. Sizlarda ko'proq shu taqimda yarim beldan shu bosib chopadi. U qanday? Misol uchun takani yengilligini hisobidanmi? O'z sizlarda taka necha kilo bo'ladi? Takalar bundan bir 3-4 yil oldin og'ir chopilgan aka. Federatsiya tomonidan keyin polvonlarni o'ylab, otga jabr bo'lyapti, otni polvonni nimasini o'ylab turib, takalar hozirgi kunda yengil qildi aka. Necha kilo o'sha? 55 kilo ja oshib ketsa 60 kilo qilyapti aka hozir takalarda. Ichiga nimadir tiqib tayyorlanadimi yo'qmi? Tuz solinadi-da. Tuz solinadi. Asosan tuz solinadi ko'proq. Shunaqa tayyorlanyapti. Lekin oldin shu takalar 80 kilo, 90 kilogacha tashladi. Bu otga ham jabr, polvonga ham jabr deb federatsiya yengillashtirib qo'ydi. Sizlar tomonidan ko'pkarlaringizda o'sha tros degan narsani bir qulog'imga chalinib qolgan. Tros bormi? Yo'q, hozirgi kunda yo'q aka. Tros bo'lgan. Ancha yillar oldin bo'lgan. Bizning vodiyda hozir umuman unaqa narsalar yo'q. Birov bilagib ham ishlatmaydi, tros ham ishlatmaydi aka. Bizda faqat shu taqimlab. Chunki shu bir ikkita videolar ko'rganman Instagramda. O'sha videolarimda adashmasam o'sha Abdulla Alibek mikrofonda trosing bor ekan, tros soma, tros boylama degan videolarini eshitganman-da, ko'rganman. Ular endi ko'proq dronda kuzatgani uchun ko'rib qoladi-da. Ko'rinadi. Agar bugungi kunda o'sha troslarni yo'qotgan bo'lsa, yaxshi. Bizda ham hozir Qashqadaryo, Surxondaryo ko'pkarlarida, endi Surxondaryoda ko'proq qo'lga chopiladi. Bizga qaraganda Surxondaryoda qo'l ko'proq. 90% qo'l bo'lsa, 10% ip bo'ladi. Qashqadaryoda bir 50-50 bo'lib qoldi.
50% boya aytganingdek bilak ip ham ishlatib turibdi. 50% qo'lga ham chopadigan joylarimiz ham ko'p. Bor balkim qo'lga o'tib ketishimiz ham mumkin. Endi shu Qashqadaryo, Surxondaryo tomonining ko'pkari haqida gaplashyapmiz. Demak, bizlar ko'pkarimizdagi polvonlardan kimlar taniysiz? Qashqadaryo ko'pkari polvonlaridan birinchi o'rinda shu Qashqadaryo bosh polvon shu Jamolxon Eshonbovni bilamiz. Arslon polvon bor. Arslon polvon bor. Bilamiz. Shamsh polvon. Bu insonlar bilamiz endi. Otvozlardan-chi? Otvozlardan endi u insonni hamma tanisa kerak. Obid akani bilamiz. Endi Obid akani tanimaydigan. Respublika bo'yicha hamma tanisa kerak endi. Obid akani butun ko'pkariga qiziquvchi insonlar borki, Obid akani taniydi. Hamma polvon. Otlarini ham bilasizmi, Obid aka? Otlarni bilamiz. Mana shu O'zbekiston Respublikasi desa ham bo'laveradi. Ustozimiz polvon Qudratxo'ja polvon chopib yurgan Yodgor degan ot. Obid akadan chiqqan. Zomin Bo'yto'ra buvaga o'tgan. Boyboga keluvdi. O'sha biz enka yurgan paytimizda Qudratxo'jaga chopardi. Shu otlar bilan Obid akadan chiqqan. Yaxshi ot, zo'r ot edi. Surxondaryodan-chi? Surxondaryodan Odil akani bilamiz. Odil Chavog'on. Ha, Odil akani bilamiz. Odil aka, sizni taniydigan mana qarang. Vodiydan ham daji sizni akamda endi yaxshi tanir ekan, gap yo'q Odil aka. O'rni bor hamma yerda. Endi aka, mana vodiyda endi uncha yaxshi hali ma'lumotga ega emasman. Endi biz tomonlarda polvonlar bilan otvozlar o'rtasida kelishuvlar bo'ladi. Sizlar tomonlarda qanday shu kelishuvlar bormi? Bo'lsa qanaqa tartibda bo'ladi? Shu haqida gapirib bersangiz. Ot bilan polvonni o'rtasidagi kelishuv endi mablag' tomonlamada endi aka. Mablag' tomonlama ham, har tomonlama. Mana otvoz bilan polvonni o'rtasidagi kelishuvlar o'zi asli. Otvoz bilan endi polvonni o'rtasidagi sezonni oldin tayyor bo'ladi endi shu. Tayyor bo'ladi. O'sha paytga kelib sezonga ma'lum miqdorda pulga kelishadi. Demak, sizlar tomonda ham kelishuvlar bor, biz tomonda bor. Menimcha hozir hamma joyda shunday bo'lsa kerak aka. Demak, O'zbekiston hamma joyda bor. Hamma joyda bor. Menimcha hozir shunaqa. Endi ular ham rivojlanib ketdi aka. Kelishuvlar o'zi summasi qanday bo'ladi? Masalan, bitta otga kelishiladimi yoki umuman olganda bitta sezonga kelishiladimi? Qanday bo'ladi? Miqdori, summasini haqida ham gapiramiz. Miqdori, summasi haqida men aniq gap gapira olmayman aka. Endi uni polvonlar o'zi biladi, otvozlar o'zi biladi. Men bitta gapni gapirishim mumkin. Sezon bo'yiga gaplashishsa kerak endi ko'proq. Bitta sezonga. O'zingiz ham gaplashganmiz, kelishganmiz? Biz ham vaqtida gaplashganmiz. Gaplashganmiz. Endi 1 yil 2 yil mobaynida tayyor qilingan yo'q. Qanday bo'lgan o'sha kelishuvda oqlanganmi kelishuv? Kelishuvda endi kelishishingizga bog'liq, endi ko'proq otga bog'liqda aka. O'sha biz ham xato qilganmiz. Hali oti sal mundayroq otlar bilan tayyor qilib qo'yganmiz-da, o'zimiz bilib bilmay. U otvozda ham xafa bo'lishi o'rinli. U ham otini yaxshi ko'radi. Siz uloq solishingiz kerak. O'sha uloq mobaynida keyin uloq jarayonida ishlamay tursa, siz boshqa otga o'tishga majbur bo'lasiz. Shunaqa qilib, shunaqa xatolar qilib oqlanmagan joylari ham bo'lgan aka. Yaxshi otlar bilan kelishgan paytimizda yaxshi kunlari ham bo'lgan, yaxshi oqlangan kunlari ham bo'lgan. Endi shunaqalik kelishmovchilik bo'lgandan keyin men ham ko'p tayyor qilmay qo'yganman. O'sha vaqtga kelganda o'sha otni minib ko'raman, haydab ko'raman. O'sha paytda keyin tayyor qilinaveradi. Demak, otni ishlashiga qarab qilinar ekanda. Shunday. Bu aslida bu to'g'ri narsa. Misol ertaga otvozda ham ko'nglini ranjitib yoki o'zingizda ham birovni oldida otvozda yoki
umuman olganda tomoshabin oldida ham yuzingiz yorug' bo'lishingiz uchun ot haqida ham informatsiya yaxshiroq bo'lishi kerak. Shunday ot haqida tushuncha nima bo'lishi kerak aka? U otni bilib bilmay erta kelishmovchilik bo'ladi-da baribir. Ot ovozi bilan yuz ko'rmas bo'lasiz. Shunaqa. Yaxshilik bilan tugamaydi. Bu endi mana biz tomonlarda Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarda ko'pkarini boshqaradigan vakol deydi-da. Sizlar tomonda rais deydi. Raislar haqida, mana shu ko'pkari raislari haqida bir gaplashsak. Sizlarda qanday bugungi kunda mana shu raislar, ko'pkarini boshqaradigan raislar haqida bir ochiqroq gaplashsak-da. Bugungi kunda sizni qaysi jihatlari bilan o'ziga tortyapti-yu, qaysi jihatlari qalbingizni vayron qiladi shu raislarni? Endi raislarni hozirgi kunda bizda endi bu Jizzax, Toshkent vodiygacha kelib yurib boshqarib yuradigan raislarni endi Abdulla Alibekov, Abdug'ani Baratov aka, hoji aka, bilasiz zomindan. Shu insonlar hozir endi yaxshi olib boryapti. Bu vodiyga ham keladi, lekin vodiyga keladi, hoji aka ham keladi, Abdulla aka ham keladi. Ularni o'zini ham nima desam bo'ladi? O'ziga yarasha nima stili bor aka, to'ylar olib borishga. Abdulla akani misol uchun qattiq turishlari zo'r. Misol uchun chesna olib boradi-da to'ylarda. Endi bizda vodiyda to'g'risi gap aka, u tomonga qarab o'zimning fikrim, voha tomonga qaraganda ularga jinday tushuncha kamroq aka. Bizda jinday tushuncha babi jinday kamroq. Ular o'zlari xonadonlar ham shuni tushungani uchun yaxshi, olib borish ham yaxshi-da. Bizda ularga tushungan odamlar biladi uni. Ular shu olib borishlari, to'g'ri yo'lda olib borishlari o'zlari kelib hal qiladi hamma narsani. O'sha taraflari yoqadi aka. Misol uchun bizda to'yda egalari boshqaradi-da, u tarafda raislar boshqaradi-da, to'yda ko'proq. Sizlarda to'yda egalari boshqaradi. To'yda egalari boshqaradi-da. Divan begilar to'yda egalari bo'ladimi? Ha, yo'q, divan begilar to'yda egalari bo'lmaydi. Misol uchun Abdulla aka misol uchun bizda tana chopilsa deylik, Abdulla aka kelgan uloqda taka chopiladi. Biz taka chopib urganganmizda, bizga taka qulay. Bizga shu yoqadi shu tomonlari. O'zi kilosi bir xil bo'lsa ham tanani chopilish sal qiyinroqmi? Qiyinroq. Endi bizga qiyin. Lekin bu Namangan tomon bor, Andijonda bolalar bor, zo'r. Hammalari yaxshi. Tushunadi ular. Ularga misol uchun tanani kilogrammini qizig'i yo'q u bolalarga. Har qanaqa holatda soladi. Biz endi taka chopib urganganmiz. Taka qulay bizga. Shundan Abdulla akam olib keladingizda. Shu tomonlar yoqadi, Abdulla akani, G'an akani. Bugungi kunda vodiyni, endi vodiy deganda mana Farg'ona viloyati, Namangan, Andijon viloyatidagi zo'r palvonlardan 3 tasini sanab bera olasizmi? Andijon, Namangan, Farg'ona. Andijonda Islom polvon bor. Faxriddin polvonlar bor. Original polvonlar ular. Tanani ham birdek chopayotgan polvonlar. Namanganda mana hamma polvonga ustozlik chopib kelyapti hozirgi kunda. El taniydi. Karim polvon bor. Zo'r. Vodiy ko'pkari qiroli deb qo'yadi. Shu akamiz bor. Farg'onada endi Farg'ona deganda mana shu Umuman Farg'ona viloyati. Biz o'zimiz ham kirib ketamiz Farg'ona viloyatiga. Mana Qo'qon shaharida Nozim hoji bor. Rustam Ro'shan polvonlar vakilamiz mana. O'zimizga yaqin joyda turadi ular ham. Zo'rlar endi. Farg'onani o'zidan Orif polvon bor, Akmal polvon bor, Oqbulonlar. Polvonlar zo'r ko'p aka, vodiyda ham yaxshi polvonlar bor. Endi shu vodiyni polvonlarini bir yig'ib vohani ko'pkarsiga bir borib ko'pkar chopib ko'rsalaringiz bo'lar ekanda. Bizlar tomonda ham ko'pkarlar juda ham bir qiziqarli bo'ladi. Xudo xolasa Jizzax,
Samarqandgacha chiqamiz aka. Men o'zim niyat qilib turibman, xudo xolasa nasib bo'lsa, shu Qashqadaryo, Surxondaryo ulog'ini ham bir ko'rib kelmoqchiman ekan. Xudo xolasa inshaalloh boring. Biza tomonda ko'pkarlar qo'lga chopiladi. Boya aytgandek ipga ham chopiladi, lekin mehmonlar talabiga, mehmonlar sizlar borsalaringiz, mana bir 10-15 ta chavog'on polvonlar borsalaringiz, sizlar talablaringizga faqat qo'lga choptiramiz. Bizada shunaqa nima bor, to'ylarda misol uchun Surxondaryodan polvonlar keladi, bizga ham mehmon polvonlar keladi. Ular ham Surxondaryoda ham ko'pi qo'lga o'rgangan. Qo'lga tashab beramiz, takani yengil qilib. Shunda ozgina qiziqroq bo'ladi. Bizada ham shu nima deydi, qo'lga tashlansa har tomondan polvon borgandan keyin hayda kuchli bo'ladi-da. Haqqoniy ko'pkari bo'ladi. Bizning polvonlarimiz, o'zimizning mesniy polvonlarimiz ham ancha tajriba oshirib oladi shu bahona. Agar borsalaringiz, bu bir hammamiz bir bayroq ostida O'zbekiston Respublikasining fuqarosimiz. Bu vodiymi, vohami, hammamiz bitta davlatni, bir mamlakatning fuqarosimiz. Borib ko'pkar chopsalaringiz bizlar tomonda, demak bizlar ko'pkarimizni rivojlanishiga ham hissa qo'shgan bo'lishlaringiz mumkin. Borib bizning polvonlar ham bu yoqqa keladi. Shunday. Xudo xolasa. Endi o'zi mana Anvar aka bugungi kunda ko'pchilik bu savolni ko'pchilikka berganman. O'zi aslida mana 10 yildan ziyod ko'pkari chop kelyapman deyapsiz. Ko'pkarida ko'proq nimalarni yo'qotdingiz, nimalarni topdingiz mana shu 10 yil davomida? Ko'pkarida Xudoga shukr yo'qotishlar bo'lmagan. Hozirgi kunga yetib kelganimizgacha ko'proq endi avvalosi Xudo imtihonlar sababchi hamma narsaga ham. Yetishgan yutuqlarimiz bo'lsa shu ko'pkaridan orqasidan bo'ldi. Xudoga shukr. O'zi insonni nazarini nima to'q qiladi? Shu haqda ham o'ylab ko'rganmiz. Insonni nazarini to'q qiladigan narsa endi birinchi o'rinda oilaviy muhit, tarbiya dan boshlanadi endi insonning nazarini to'q qilish. Men shunaqa deb bilaman, shunaqa deb o'ylayman. Demak, ko'pkarida endi bu savolni ko'pchilikka berganman. Ko'pchilik moddiy tomonlama tushunadi-da. O'zi aslida moddiy tomonlama emas. Men misol uchun o'zim kutgan javobni berdingiz. Avvalo sizga katta rahmat. Moddiy tomonlama deb tushunish kerak emas bunaqa savollarni bergan paytim. 5-6 ta polvonlarga, o'zimiz tomonidan polvonlarga berganimda uncha ko'p men o'zim kutgan javobni ololmaganman. Avvalo men o'zim kutgan javobni berganingiz uchun katta rahmat sizga. Ko'pkarida do'st bormi? Mana misol uchun bizning ko'pkarimizda so'rasangiz, siz javobingizdan keyin aytishim mumkin. Mana siz bu vodiy ko'pkarisida mana misol uchun Toshkent, Sirdaryo, Jizzax ko'pkarlar chopgansiz. Ko'pkarida maydonda do'st bormi? Ko'pkarida menimcha do'st yo'q. Do'st yo'q, ha? Ko'pkarida do'st yo'q. Ko'pkarida do'st bo'lsangiz, ko'pkar chopa olmaysiz. Yashang. Ko'pkarida do'st bo'lmaydi. Siz bugun dasturxon ustida, bitta dasturxon ustida do'st bo'lib gaplashasiz, ertalab maydonga chiqqanda raqib bo'lasiz. Do'st bo'lib. Shunaqa insonlar ko'rganmisiz? Ko'rganman. Ko'p ko'rganman. Misol qilib aytib bera olasizmi? Yo'q, misol qilib aytib bera olmayman, lekin bu narsalarni o'zim bilaman. Chunki boshqalarda ko'ngli og'rib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin ko'pkarida do'st yo'q. Endi ko'pkarida do'st bormi deganim, ana misol uchun kimnidir takasini ushlaganmisiz ham? Kimnidir takasini ushlaganmiz, ushlab qolasiz. Endi ko'pkarida shunday narsa bor ekan ko'pkarida. Siz bugun ko'pkarida birovga sal yordam qilsangiz, siz o'sha momentda, o'sha vaqtda o'sha inson uchun do'stsiz. O'zimdan kelib chiqib aytay shu holatda. Siz bugungi yordamingizni ertaga
o'yin kelgan holatlar bo'ladi, shunday tortishib qolgan, chalkashmani tortib bu qolish, qandaydir xalaqit qolishingiz mumkin-da insonga. O'sha holatda dushmanga ham aylanib qolishingiz mumkin-da. Ko'pkari shunday narsa. Sizni bugun qilgan yaxshiligingiz ertaga unga qilingan nimangiz yuvib ketib qoladi, ko'pkari shunday. Bu endi azartni o'yinligi uchunmi? Lekin ko'pkarida polvonlar yomon demoqchi emasman men. Balki u narsa o'zimizda ham bo'lar. Tushunib tushunmasdan Bu o'zi o'yin shunaqa o'yin. o'yin shunday o'yinda. Birovga rahm keladigan o'yin emas-da u. Rahm shafqat qilsangiz uloq chopaolmaysiz. Buni bizdan oldingilar ham aytgan, biz ustozlarimiz ham bizni qulog'imizga shu gaplar qo'ygan. Birovga yaxshi gapirib yoki-da birovga bir buniki kelish chopsangiz ko'pkari chop bo'lmaydi-da. Balon aka, bugungi kundagi mana shu Qashqadaryoda umuman olganda vodiy voha O'zbekistondagi ko'pkarlarda yutuq va kamchiliklari nimalarda ko'rasiz shuni? Endi ko'pkarini kamchilik, yutuqlarga qaraydigan bo'lsak, o'zimning fikrim, o'zimdan kelib chiqadigan aytadigan bo'lsam, ko'pkarda kamchiliklar endi O'zbekistonda hamma joyda emas. O'zbekistonda hamma joyda emas, yutuqlari ko'proq, kamchiliklari endi bizni vodiyda bo'lib turibdi. Endi sizlar tarafga borib ular chopib ko'rmaganman, bilmayman. Men o'zimizda vodiyni joyini aytyapman, vodiyda bo'ladigan ko'pkarlarda kamchilik tarafi endi to'y bergan akalarimiz, otvozlar xafa bo'lmasin aka. Shuni aytib ketmoqchiman, to'yda tikiladigan solimlar aka, kamchiliklar. Bu narsani men solimga nima qilib turib aytmayapman, solimga ko'rib turgan odamlar, insonlar noto'g'ri tushunib solim uchun uloq chopar ekan degan fikrga kelib qolmasin. Bizda bitovoy texnikalar aka ko'p tikilib ketib qolyapti. Misol uchun, o'sha maisha buyumlar haligi hamma ham endi o'zini fikri bor, haligi kimdir yaxshilik qilaman deb turib tikadi aslida u narsani. Kimdir esida qolish uchun yaxshi narsalar uyga kerakli yaxshi bo'lsin tikyapti, lekin uloqni ko'rki jonliq, shu toy, tuya, tana tikilgan uloqlarga borsangiz, fayz boshqacha bo'ladi uloqlarda. Tog' dag'iga o'tsangiz, ko'rsangiz o'zi o'rtacharoq uloqlarda mana shunday bo'ladi, toy, tana, tuya faqat. Endi ko'proq shu tarafiga e'tibor bersa, o'sha yaxshi bo'lardi aka. Bitovoy texnikalardan ko'ra shu tog' dag'iga o'tib, uloqlarni ko'rib, o'rnak olsa, bizda ham yaxshi bo'lardi. Shu kamchilik taraflari shu. Toshkentga, Jizzaxga, Samarqand, qayerga borsangiz, o'sha uloqlardan bunday o'rnak olish kerak-da. Sizlar tomonda aytganingizdek, shu jonliklar ko'proq qo'yiladi. Jonliklar shu ko'pkarini fayzini haqiqatan aytganingizdek ozgina oshiradi lekin. Shu narsalar. Haligi o'zingiz ham polvon ham jo'sh chopadi, harakatingiz ham shunga yarasha bo'ladi. To'g'risi, haligi nolamaymiz boshqa. O'sha solim ham qizdiradi polvonni. Shashtingiz ham qaytib qoladi bir xil paytda. Unaqa jonliq qo'yib yo boshqa tursa qandaydir uloq chopganday bo'lasiz odam. O'sha taraflari jinday kamchilikka kirib qolyapti hozir bizni vodiyda. Men misol uchun boshqa joyda ko'rmadim bu narsalarni. Ya'ni to'y bergan akalarimiz xafa bo'lishmasin. Yo'q, bu o'zingizning fikringiz. O'zimning fikrim shunday. Balon aka, bu prosta o'zimning shaxsiy savolim. Nima deb o'ylaysiz? Ko'pkari halol o'yinmi? Ko'pkariga keladigan bo'lsak, men o'zim fikrim men halol deyman aka. Men halol deyman. Endi uni men aniq uni tagiga bir yetib, bir mutaxassis sifatida bir gapira olmayman aka. Fatvo chiqarib yubora olmayman endi. To'g'risini aytganda, o'zimning fikrim men uchun halol, chunki o'g'irlik qilganim yo'q yoki-da boshqa narsa qilganim yo'q. Mehnat qilaman, maydonga borib egasi agar o'sha qo'ldagi menga ilingan narsasini rozi bo'lsa, men chunki oilamga, bola chaqamga yegiztiryapman.
men uchun halol. Agar ko'pkar sohasini tanlamaganingizda qanaqa sohada ketgan bo'lishingiz mumkin edi? Ko'pkar sohasini tanlamaganimda men zubnoy bo'lardim. Qiziqasizmi? Men o'zim tish doktorlikka qiziqaman. Yoshligimdan qiziqqanman. Ko'pkar sohasi bo'lmaganda shu zubnoy bo'lardim. Zo'r javob bo'ldi. Oilaviy imkoniyat o'sha paytlarda hammani o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi. Bizda ham imkoniyat o'ziga yarasha bo'lgan. O'qiy olmaganmiz. Endi Xudoga shukr, bu uloqdan ham Xudoga shukr yaxshi natijalarga erishdik, nolimayman. Qisqa savollarga o'tamiz-da. Agar rozi bo'lsangiz, blitz savol deydi, qisqa savollar beraman. Agar hayot boshqatdan sizga berilganda yana chavandoz bo'larmidingiz? Bo'lardim. Bugungacha eng yaxshi uchratgan insoningiz kim? Bugungacha eng yaxshi uchratgan insonim ota-onam. Qaytar dunyodan qo'rqasizmi? Qo'rqaman. Tuzini yeb, tuzlig'iga tupurgan insonlarga nima degan gapingiz bor? Bu gapga kecha kuni bir ijtimoiy tarmoqda o'qib qoldim. Ko'rlik Allohning bergan ne'mati. Nonko'rlik u oilaviy muhitdan. Qaysi ishni ertaga qilaman deb orqaga surib kelyapsiz? Ota-onamni sayohatga olib chiqaman deb. Agar sizga 1 daqiqa imkon berilganda, o'sha paytda O'zbekistonning qayerida bo'lishni xohlardingiz? O'zbekistonning qayerida? 1 daqiqa sizga imkon berilsa, O'zbekistonning qayerda bo'lishingizni xohlardingiz? O'zbekistonning yaxshi joyida-da, Toshkentda bo'lishni xohlaymiz aka. Toshkent bari zo'r. Toshkent zo'r. Lekin menga ham Toshkent yoqadi, o'zim ham Toshkentda yashayman. Baribir hammani o'zining vatani zo'r bo'lsa kerak. Men uchun Qashqadaryo zo'r. Lekin Toshkentni yaxshi ko'raman. O'zingizda bizga ham shu. Hayotda qanaqa toifadagi insonlarni ko'proq uchratgansiz? Hayotda shuncha yashab o'tgan umrimgacha e'tibor qilmagan shu 1-2 yildan beri e'tibor qildim. Hayotimda endi ko'proq nima desam, xudbin odamga ko'proq ro'para keldim. Shu 1-2 yil orasida o'zini o'ylaydigan insonlar bilan ko'p muloqot bo'lib qoldim. Bugun siz boymisiz? Xudoga shukr boyman. Ota-onam bor, oilam bor. Sizni boy qilgan narsa nima shu? Meni boy qilgan narsa ota-onamning bergan tarbiyasi. Rahmat. Siz 3 ta tan olgan bugungi kunda mana shu O'zbekistondagi ko'pkari qirollar deb tan olgan 3 ta polvonni sanab bering. 3 tasini sanab bersangiz yetadi. Siz o'zingiz fikringiz bu. Hech kimni shaxsiyatiga tegishmas, o'zingizning fikringiz. Qalbingizdan joy olgan polvonlar. Endi ko'pkari qiroli deganda ko'pkarning qiroli hamma ham qirol bo'lavermaydi. Ko'pkarning qiroli deb tan olingan polvonlar birinchisi Qudratxo'ja polvon. Ikkinchisi Muxtor polvon. Uchinchisi Ruslan deb bilaman men. Yosh polvonlardan-chi 3 ta bugun siz tanigan yosh O'zbekistonning polvonlaridan. Yosh polvonlardan hozirgi kunda endi yosh polvonlar ko'p endi uloq bosib yurgan endi polvonlarda. O'zingiz havas qiladigan polvonlardan. Men tan beradigan polvonlar bor, yoshlar. O'zimizning vodiyda Yorqin bor. Haqiqiy ko'pkarni tushunib chopadigan, ko'pkar sxemani tushunadigan o'zimizda.
Toshkent, Jizzax tomonlarini oladigan bo'lsak, Toshkentda endi hammasi ham zo'r polvonlardi. Toshkentda endi yoshlardan hozir ko'p. Mirislom, Mirqosim, Pahlavon shu yigitlar chiqib kelyapti. Yaxshi. Jizzax tomonda ham ko'p bolalar. Aniqni yoshlarni ko'p nima qilmayman. Siz tan olgan 3 ta otvoz. Men tanigan otvozlar. Endi otvozlar hammasi ham zo'r aka, qiyin savol beryapsiz. Ya endi Misol uchun respublika taniydigan otvozlar bo'lsa, endi misol uchun shu Obid aka boya gaplashdik. Obid aka respublika taniydi. Bahrom aka Kamolov mana. O'zimizda ham bor mana. Shoro akalar bor, Almardon akalar bor, ot choptirib kelyapti. Uzoq yilga otvozlar shu. Uzoq yilga. Obid aka shu Bahrom akalar shular, Almardon akalar shular uzoq yilga otvozlar, eski otvoz surib chovdirib kelyapti. Endi raislar so'rasam baribir Abdullani aytsangiz kerak. Shunda hozirgi kunda endi Abdulla aka, Abdug'an aka shu ikkovlari. Abdulla Alibekov ham ko'z temasin, bugungi kunda O'zbekistonning eng yaxshi ko'pkari raislaridan biri. Shunda ustozi Hoji aka ham gap yo'q. Hoji aka ham, lekin Abdug'an aka ham ko'pkariga, O'zbekistondagi ko'pkariga shu o'z poydevorini qo'ygan inson deb bilaman. Ko'p yildan beri ko'pkari mutaxassis sifatida ko'pkarini kuzatib kelayotgan inson sifatida Abdug'an akani ham qo'shsa bo'ladi. katta hissasi bor shunda. Endi Balon aka, avvalo bizga ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Bergan savollarimizga rozi bo'ling. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Men qanday savol berishim kerak edi? Siz qanday savollar mendan kutuvdingiz? To'g'risi bergan savollar hammasi ham menga yoqdi aka. Rahmat. Men o'ylagan savollar bo'ldi. Endi biz javobni beradigan bo'lsak, javobimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa bo'ldi aka. Albatta, javobingiz menga ma'qul. Endi tomoshabinlarimizga javoblaringiz qay darajada ma'qul keladi, ularning fikrlarini yozib ketadi tomoshabinlar. Azizlar, bugungi suhbatimiz Farg'ona viloyati Yaypan shaharchasida bo'lib o'tdi. Uning uchun Anvar akaga katta rahmat aytamiz. Bizni shu Toshkentdan kelib, kutib olib, mehmon qilib, qolaversa chiroyli o'zining fikrlarini bildirgani uchun albatta ko'pkari muxlislar nomidan, sizlar nomlaringizdan, qolaversa o'zim nomidan sizga katta rahmat aytaman. Rahmat aka, salomat bo'ling. Har doim sog' bo'ling, ko'pkarlarda ko'rishib yuraylik. Sog' bo'ling. Salomat, rahmat aka. Keyingi ko'pkarlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Rahmat.